Rojnadan olib ketinglar. Mana bu qarang. O'sha O'zbekiston bog'ida dadam bilan rangli fontanni ko'rishga keldik. To'p tortib kerakmi beyga? Maza qilmaydi. Ash kuni haligi o'ynaylik dedim. Endi o'sha aqladagi fontanlarga boramiz. Bu bunyodkor stadioniga o'xshaydi. Ketdik. Ko'plar bor ekan dedi. Bittasini berib turing deysiz, ha? Xullas. Juda charchab ketdimmi? U yerda binolari bor. O'zbekiston yuksalish bo'lsa kerak yoki yashil makondagi shtobozmi yuksalish deb o'ylayman. Bag'i yuksalish, bag'i yuksalish, bag'i yashil makon deb o'ylayman. Chunki uni haligi oldida ham yana bitta bor. Endi oldidan desa orqasidagini tushunmaylar. U ag'dagisi bor. Hozir mashhurligi yashil makon yuksalish deb o'ylayman. Chunki yashil makon ag'da. Menga dadam aytganlar. Og'zim charchab ketdi, tushuntirib hozir qaranglar sizlar qo'rqinchli joyini ko'rsataman. Ya'ni hozir biz anun yoniga boraman. Tepaga qarasam xuddi ustimizga qulayotganday bo'ladi. O'zbekiston bayrog'i mana shu. Ko'rib olinglar. Chiroyli uchyapti lekin. Nasıl? Fontanlarni ko'rishga keldik va fontanlar ham ishga tushib bo'lgan ekan. Hozircha men ya'ni yetib kelmadik. Hozir yetib kelib qoldik. Hozir yana yetib kelmadik deganimda yo'lda yetib kelmadik deganim yo'q. U ozgina qoldi. Lekin O'zbekiston bayrog'i ko'rsataman. Oldi. Mana shu bayrog'i. Hozir yoniga borib kurs ko'ramiz. Fontanlarni o'tmishini qaranglar do'stlar. O'zi ham zo'r otilyapti. U narda ham bor ekan. Lekin u narsaga ham bor ekan. Hozir biz keldik. Kelishimizga rostdan ham o'chdi. Desam yana